Senlarni boqaman deb eshakdek ishlab yuribman. Ichog'iga kelganimda ko'zi olaygan tasqarni emas, chiroyli ayolni ko'rishni xohlayman. Yo'q, siz eshak emas, men eshakman aslida. Sizni ishga jo'natsam, bolalarni bog'chaga olib borib kelsam, oshxonada o'zimga qarayman, yo bolalarning orqasidan yuguribmi? Nima? Sizga qomatim yoqmaydi, ustimdan ovqatni hidi keladi-da. Sizga tegmasimdan oldin men bunaqa emasdim. Hammasiga aybdor siz. Nima? Meni oshxonaga qamab qo'yib, o'zingiz ko'chada boshqasi bilan rohatlanib yurganini his qilmaydi deb o'yladingizmi? Sezaman, hammasini bilaman. Eshityapsanmi? Bolalar ham so'rayapti axir. Eshitgan gapimni, eshitgan. Senga gapirganning foydasi yo'q. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Hushyor bo'lgin. Uydagi ko'zang sinib qolmasin. Tushunmadim. Ko'zalar hammasini ichiga yutib, oxiri portlarkan. Usiz hech kim ekanligimni endi tushundim. Qoyilman. Qanday hammasiga ulgurardi ekan? Kir yuvsa, ovqat qilsa, uyni yig'ishtirsa, kamiga 9 oy qornida bola bilan hamma ishlarga ulgurib, o'lim bilan o'ynashib, bolani dunyoga keltirib, uni katta qilsa. Aslida biz ularga dalda bo'lishimiz kerak ekan. Ular ham onalarimizga o'xshagan. Bolalarimizni onasi. Bog'chaga borib kelay. Dada, sizni ertaga aytib beradigan vaqtingiz yo'q-ku. Bog'cha opamga aytsam, mutoladigan ilovada o'zi ertaga aytib berarkan. Sizda bormi? Shumi? Ha. Ketdik. Quyuqlashaveribdi. Oxiri qor yog'ib yuboribdi. Qor uning shoxlarini ko'rpadek o'rab olibdi. Qalay, isib qoldingmi? O'rik voy. O'rik? Ey, sen borib damoga men o'zim yuvib qo'yaman, xo'p? Xo'p. Senlarni boqaman deb eshakdek ishlab yuribman. Ichog'iga kelganimda ko'zi olaygan tasqarni emas, chiroyli ayolni ko'rishni xohlayman. Yo'q, siz eshak emas, men eshakman aslida. Sizni ishga jo'natsam, bolalarni bog'chaga olib borib kelsam, oshxonada o'zimga qarayman, yo bolalarning orqasidan yuguribmi? Nima? Sizga qomatim yoqmaydi, ustimdan ovqatni hidi keladi-da. Sizga tegmasimdan oldin men bunaqa emasdim. Hammasiga aybdor siz. Nima? Meni oshxonaga qamab qo'yib, o'zingiz ko'chada boshqasi bilan rohatlanib yurganini his qilmaydi deb